Hürmetli vatandaşlar, bugünkü leksiyeni devamlaştırımız. Leksiyede siz radyo'nuz Washington'dan sözleyimiz. Leksiyelerimizi sözleşten avval bugün Türkiye Halk Cumhuriyeti'nin prezidenti Erdoğan alilerden Amerikalı pop Andrew Browson'u türmeden koyup bergelliğini tebrikleyimiz. Rahmet Prezident alileri Erdoğan Efendi. Şundakla Uygurlarının Türkiye'deki sergisi, yani Uygur Teşkilatı Uygur Cemiyeti'nin yetekçisi Sitim Türk ve Sitim Türk'ten keyin nayeti qattiq faaliyet qilgan kishi Abduqodir Yapchanni o'zil kesal azod qilib yetishingizni umid qilamiz. Prezident Erdoğan alileri. Yana bir tabriklaydiganimiz Sitim Türk 9 ayının 26 günü Fransiya Parij'da devletni asliga keltirguchi Uygurlarning jamoa yoki bir tashkilotga guruh bilinishini, bir tashkilotga uyushishini tamomlab chiqqandan keyin Sitim Türk tunji bo'lib Malayziya turmaga qamalgan 11 nafar Uygurni ozod qildi. Belki bu ozod qilishning 4 kishi ve bundak asasını tayyorlab bergan Amerika Qo'shma Shtatlariga ham rahmat aytamiz. Bugünkü vaziyet mana yani şunun kaynidan biz arlıqda nima degan edik? Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping 11 ayda Argentinada o'tkazilgan 20 davlat boshliqlari yig'inida uchrashamdi degan edik. Arlıqda bu uchrashishni bekor qilgan edi Prezident Trump. Endi yani ko'rishadigan bo'ldi. Bu bir vaziyatning yuzlanishi. İkinci yani vaziyet yüzlenişi Japonya'nın vaziri Shinzo Abe aslında 9 ayının 23. 10 ayının 23. günü geçirenler. 10 ayının 23. günü Reis Xi Jinping yani Cungonu ziyaret kılıp Reis Xi Jinping ile görüşmekçi bolğanı demek şu vaxtlar degendim ki Azer Japonya'nın vaziri Shinzo Abe'nin Reis Xi Jinping elçilikке Amerika'ya elçilikке saladığan boldu degan edim ki arlıqda bu bekar qilindi endi bugunlardan Japonya'nın vaziri Shinzo Abe Beijing'ni ziyaret qiladigan 10 ayının 25. günü Reis Xi Jinping bilan ko'rishadigan boldu. Endilikda bu sohbatlar masalan Argentinada o'tkaziladigan sohbat Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping lekin bu o'zgaruvchan, mutlaq emas o'zgaruvchan. Lardan nimalar o'tirib qo'yildi? Biz vaziyatga diqqat bilan qarab turibmiz, hurmatli vatandoshlar. Mavzu mundaq. Amerika Jungo savdo urushi jarayonida Jungo tarafning ko'zlari qizirib ketdi. Jungo yana nima ish taslim bo'lmaydi? Mavzuli xabar 10 ayning 11 kuni Amerika ovozi Xitoy programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Amerika qavat besim selavatida ve bu besim oldida Jungo qilchi chekinmay. Buning uchun Amerika matbuot chekinmay kelyapti. Buning uchun Amerika matbuotlari maqola e'lon qilib, Beijingning Amerikaning taslim bo'lishga undashlarini rad qilib, taslim bo'lmayotganligining sabablarini tahlil qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Pence Jungoni tamoyilni beji normal tamoyilni beji eksport tovarlariga norma belgilab berish, pulni kontrol qilish, aqliy mulk huquqi, sanoat qo'shimcha haq qo'shib berish, sanoat ishlab chiqarish qo'shimcha haq qo'shib berish qatorliq sohalar bo'yicha Amerika tarafga qizil raqam paydo qildi deb aybladi. Pence mundaq ko'rsatdi. Beijing Amerikada oliy maktablarda bilim xazinasi, sanoat ishlab chiqarish va yerlik hukumatlarga Xinhuaning maydonni qabul qildirishga urindi. Hamda Jungoning harbiy qurol-yarog'ni ko'z qilayotganligini va Janubiy dengizni harbiylashtirganligini aybladi. O'tganda so'zga 10 ayning 9 ayning Keçenler 10 ayının 4. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Pence so'zlagan nutqning mazmunlarini bu yerda qayta takrorlab o'tdi xabar yozuvchi. Bu to'g'rida Amerikaning Los Angeles vaqt gazeti 10 ayının 9. günü maqola e'lon qilib, mundaq hisobladi. Yuqoriqilar to'g'risida
Jungo nimishqa taslim bo'lmaydi. Taslim bo'laman demaydi. Ko'zlari qizirib ketdi, so'da urushida bardoshlik berolmadi. Nima uchun taslim bo'lmaydi degan masalaga hozir Los Angeles gazeti Amerikaning matbuoti 10-oyning 9-kuni maqola e'lon qilib mundaq hisobladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump qo'zg'agan so'da urushi hargizmi haqiqiy bir holda so'da urushi emas. Diqqat turar efendim. Hargizmi haqiqiy bir holda so'da urushi emas. Amaliyotda Amerikaning Jungoni cheklashga yo'lga qo'ygan harakatidir. Amaliyotda Amerikaning Jungoni cheklashni yo'lga qo'ygan harakatidir. Jungo rahbarlari bu nuqtani besh qo'ldak biladi. Los Angeles gazeti nima deydi? Bu amaliyotdagi so'da urushi emas. So'da urushi bir vosita bo'lishi mumkin. Shunday demoqchi bo'lganda, amaliyotda Amerika Jungoni cheklamoqchi. Bu Jungoni cheklash uchun qo'yilgan harakatdir. Jungo rahbarlari boshdan oxiri erkin so'daning yaxshiliklarini madilab keldi. Jungoning xalqaro iqtisodni boshqarish jihatdagi mas'uliyatchan obrazini yasab chiqdi. Shu jarayonda o'zining mas'uliyatchan obrazini yasab chiqdi. Mayli Osiyo iqtisod hamkorlik yig'inida bo'lsin yoki Davos iqtisod minbarida bo'lsin, Jungo rahbarlari ishonish, ya'ni keng qo'rsaqlik, hamkorlik va o'rtaq g'alabani qo'lga keltirishni chaqiriq qilib keldi. Xalqaro yig'inlarda, so'rovlarda Jungo hukumati g'alabani, o'rtaq g'alabani qo'lga keltirishni chaqiriq qilib keldi. Maqola mundaq hisobladi. Jungoning strategiyasi, ya'ni strategik siyosiy önem beryapti. Nurg'ulg'an davlatlar Amerikaning yer shariga rahbarlik qilishini xohlasimi? Muhimligi o'rlab kelayotgan Jungoning rahbarlik kuchini tan elishga boshladi. Masalan, Afrika davlatlaridagi davlatlar Jungoning o'rlab kelayotgan rahbarlik kuchini tan elishga boshladi. Jungo rahbarlari so'da urushi orqali Jungo iqtisodining chekinib ketishiga ishonsimi? Jungo rahbarlari so'da urushi orqali Jungo iqtisodining chekinib ketishiga ishonsimi? Shuni aniq biladi-ki, agar so'da urushida chekinadigan bo'lsa, Jungo xo'riga o'sib ketgan, Jungoning nazarida xo'riga o'sib ketgan Amerikaning texmi haddidan oshadiganligini odam biladi. Beijingga nisbatan aytganda, yer shariga rahbarlik qilish huquqini qo'lga keltirish uchun Jungo uchun azobga yoki vaqtlik azobga bardoshlik berish bu arziydigan bir ishdir. Nima deydi? Jungoning yer shariga rahbarlik qilish huquqini qo'lga keltirish uchun navbatdagi so'da urushi tortayotgan azoblar uchun aytganda, bu Jungoliklar uchun arziydigan ishdir deydi. Los Angeles gazeti nima deydi? Hozir bo'layotgan so'da urushi deydi. Hargizmi haqiqiy bir holda so'da urush emas. Amaliyotda Amerikaning Jungoni cheklashga tuzilgan tadbirlarni yo'lga qo'yganligining mahsulidir. Bu Los Angeles gazetining xabari. Demak, bugun bu oydinlashdi, ochiqlashdi. Zaten Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jungo o'tirisi bo'layotgan so'da urushining maqsadi zodi nima? degan savollarga biz bir jumlada, ikki jumlada, bir kuni o leksiyada, bir kuni bu leksiyada sizlarga javob berib keldik, hurmatli vatandoshlar. Bugun men 9-oyning 10-kuni Los Angeles gazeti debdiki, so'da urushi bu haqiqiy ma'nodagi so'da urushi emas, amaliyot Jungoni cheklash uchun elab berilayotgan bir harakatdir.